Assalomu alaykum do'stlar, Andijon qora jo'jalarimiz baholi sotuvda 25 kunlik. 25 kunlik bo'lib qoldi inshaalloh. Xo'p, narxlarini birdaniga aytib o'taman. Cho'zib o'tirmayman videoni. Qisqa tez ancha kam qoldi. Deyta bir 1,5 mingta, 1200 ta atrofida qoldi. To'liq ma'nosini sonini bilmayman. Narxlari 20 ming so'mdan do'stlar. Undan tashqari bu yoqda o'rdakchalarimiz ham bor. O'rdaklar ham narxlari 20 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dalshi hozir ko'rsatib o'taman. Qolgan jo'jalarimizni ham qani ketdik. Xo'p do'stlar, mana bu yoqda jo'jalarimiz bor. Mana bu yoqda bor. Hozir yana bu yoqda ham jo'jalarimiz bor. Hammasini birdaniga ko'rsatib o'tay. Kimdir yo'q, kamgina jo'ja deb o'ylashi mumkin. Hammasi sog'lom, hammasi zo'r jo'jalar. Vaksinalari bo'lgan, 3 ta vaksinasi berilgan do'stlar. Xo'p, jo'jalar 25 kunlik. Xo'p, endi yana bitta tomoni bor. Ichida sal kichikroq bo'lib qolganlari bor, mana bunaqa. Ularni sirazi agar kimga kerak bo'lsa terib beramiz ichidan. Kichkinalarini 15 ming so'mdan mayda-chuyda o'tirmaymiz. 19 ming, 18 ming o'tirmay, 15 ming so'mdan maydasini terib beramiz. Nechta chiqishdan qat'iy nazar, xo'p 20 ming so'mdan hammasi bir boshdan ketaveradi. Shunaqa do'stlar. Manzilni eslatib o'taman. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Dastavkalar отдельно pullik bo'ladi. Dastavkani ham kelishamiz, xudo xohlasa kelishilgan holda bo'ladi. Xo'p, shu bugungi obzorimiz. Pastda nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Kutaman.